Hammaga salom. Futbol ishqibozlari, bugungi challengeimiz 6-qismi. Kim mani yutsa 70 ming so'm oladi va bizga shart berilgan edi faqat ikonik sostavda o'ynash. Xo'p, ikonik sostav oldik, mana tayyor. Marako turibdi bu yoqda, biz tanlaganimiz O'z turgan ekan akkauntida. Mana shunaqa ikonik sostav chiqdi mana bu akkauntdan. Xo'p, edini hozir tashlaymiz obunachilarimizga. Birinchi to'g'irlab qo'yaylik bularni. Kim birinchi kirsa, har doimgidek o'sha o'ynaydi, bilasizlar o'rtoqlar. Xo'p. Gamepad ham yoqib qo'yamiz. Kimdir gamepadda o'ynagisi kelsa, bemalol. Tashlaymiz. Bu yoqqa mana o'zimiz kanalimiz. Mana. Tashlandi. Kim birinchi kirsa, har doimgidek screen tashlanadi, bilasizlar. O'yindan keyin faqatgina shu sostav chiqdi. Birinchi kirgan obunachimiz Nasimxon 732. Xo'p, bosdik biza. Bilasizlar o'rtoqlar, montaj qilmasdan qo'yaman. Agar qayerdir so'zlar adashib ketiladigan bo'lsa, ayabga buyurmaysizlar. Bugun mana 6-qismi. Har safar hamma pulini olgan kim yutgan bo'lsa. Juda oxirgi paytda ko'p yutqizdik, chunki shartlar kuchayib ketgandi. Zashitniklar bilan o'ynadik, hamma pozitsiyada vrtarlar bilan o'ynadik, hamma pozitsiyada u ham. Xo'p. Fransiya tanlaganimizdagi yutish imkoni bor edi, lekin unda haqiqatan ham o'ynagan o'yinchimiz yaxshi o'ynadilar ancha. Xo'p, forma qizil formada o'ynaymiz. Mayli. Xo'p, ularni ko'ramiz. Hujum yaxshi, ajoyib hujum. Ularda imkoniyat bor. Bizda ham yo'q emas, agar harakat qilsak. Pozitsiyalarni to'g'rilab qo'yganmiz. Boshda kim sakrasa, Erlon Manash kartasi o'rtoqlar juda zo'r. Men to'g'rilab qo'yganman. Tepaga ham chiqib o'ynayveradi bu kartasi. Bemalol maza qilib o'ynatadigan karta bu, lekin haqiqatan ham zo'r karta qilingan. Mana shu kartaga necha yil bo'ldi? 5 yil bo'lyaptimi? 5-6 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu 5-6 yilda ham hali o'lgani yo'qda. Ko'plar selasiga qaraydi, lekin buni statistikasini agar ko'rsatadigan bo'lsam, yorvoradigan statistikasi bor. Xo'p, kutdik va nihoyat bosdilar. Ana Nasimxon bilan o'ynaymiz. Xudo xohlasa qani, balki omadimiz kelib qolar. Bismillah deb boshladik. Hello everybody and welcome to today's match. Biz boshlaymiz har doimgidek. Keyin biz ochdik. Sal yarkisini kuchaytiramiz. Hech narsa ko'rinmayapti. Va nihoyat kimdir kirdi mana. Birinchi bo'lganimizga Nasimxon bilamizmi? Yaxshi. Oy. Baribir gamepadda o'ynash qiyin. Lучше barmoq da o'ynagan. Gamepad ham bo'lgandan keyin yaxshi. Opet internet. Yoki nimadir qotib qoldi. Ko'rdilaring qotib qolyapti. Вообще. Qotib qoldi. Davom etamiz. 1-0. Qizlardi golni. Mishmishim qo'ldan ketishi mumkin. Yana xato qildik. Bel. Подкрутка. Ay, молодец. Спасибо. Qancha to'g'ri qo'lga tepdilar unda. Xo'p. David Villa. Eski kartasi bor edi, agar kim ko'rgan bo'lsangiz. Hozir lekin David Alba olyapti.
Xo'p, David Villa nimaga aytdim o'rtoqlar? Eski bir kartasi bor edi uni ham ikonik. U ham zo'r qilingan, boya Pirlon qanday aytgan bo'lsam, unda ham yaxshi qilingan edi. Shipildab chiqib ketaveradi. Uy. Xo'p, hammasi oldinda o'rtoqlar. Endi o'yin boshlandi. Spokojniy kirib qo'ydik. Bizni o'ylantiradigan narsa, himoyada zaminda hech kim yo'q. Yo'q ekan bu kartada boshqa. Biz bu akkauntda yo'q ekan demoqchiman. Ay, ochilib bordi bu. Uf. Ajoyib. Qo'ydik. Pas. Mana senga o'sha kayf. Oy. Mana bitmadi. Vaqt o'ynamay boshlaganingizdan shular o'rtoqlar. Men faqat shu sizlar bilan o'ynagani kiraman. Umuman vaqt yo'q. Ko'proq xullaslar akkaunt olib sotaman. Keyin o'rtada turib beraman, ko'p vaqtim o'shanga ketib qoladi. O'zim hayotda shaxsiy ishim bor, xullas treniruan boks bo'yicha. Bular hammasi hobbi. Shuning uchun ko'p o'ynamayman. Hamma matchimiz yutib ketyapti. 36-daqiqa internet yana qochishni boshladi. Mayli, nima qilamiz? Yutqizsak, albatta 70 ming so'm yutqizgan bo'lamiz. Shuning uchun harakat qilamiz. Rosa tak 70 ming so'm berib bermaslikka. Xo'p. Hoppa. Ay. Juda qotib ishlayapti. Qaranglar, qotib qolyapti. Umuman. Blin. Bilen o'yin emas bu, bilen. Shuning uchun aytaman, internet borlar, kiringlar faqat. Pulga qiziqib endi bu videoni dabdala qilmanglar. Yo-mayo. Umuman hujum qilganimiz yo'q. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. Qotib qoldim. Davom etdik. Kiramiz. Hop. Vaqtdan qolyapti, harakat qilamiz. Eskavat qilishimiz kerak endi. Ajoyib. Молодец. Cristiano Ronaldo eskarlas. Biroq soddinlashdi. Yaxshi. Oy, o'tkazib qo'yardikmi degandim, yo'q. Yaxshi hammasi hozircha. Молодец, спасибо. Eski kartasi. Bular ham vaqtida top bo'lganda o'rtoqlar. O'sha paytda o'ynab yurganlar biladi. Ronaldoning kartasini, Ronaldinhoning bu kartasi o'sha paytda juda kuchli edi. Shipillab yugurib o'tib ketaverardi. Yaxshi harakat ko'ramiz kirib borgani. Yo'q, ulgurmadik. Yana pas.
O'tkazardik. Yo'q. Bu tarafga pas, bu yoqqa pas. Ну yugurdi. Oy, o'tkazardik. Birgina xato hozir bizga 70 mingga tushishi mumkin. Yar. Ronaldo urganda lekin g'alabaga yaqinroq bo'lar edik. Xo'p. Lekin emotsionalniy o'ynayapman o'rtoqlar hozir. Berilib. Urdi. Красавчик. Красавчик просто. Jordan, молодец. Молодец, красавчик. Pasan yaxshi bo'lgan edi. Korpusda ushlab turib, bittada urdi bo'ldi. Maksimalni ushlab turishimiz kerak hisobni va shunda 70 ming pul bu safar o'zimizga qoladi. Oy, birgina xato, mana birgina xato hozir penalga vaqt cho'zadi yoki biz yutqazishimizga sababchi bo'lib qoladi. Shoshmasdan o'ynaymiz shuning uchun. Paslar. Ronaldo yana bitta gol ursin. Naturi qahramonga aylanasan bugun. Yaxshi. Qayerda qahramonmi? Aytmoqchiman, bu kartasi demoqchiman bugungi o'yinimizda. Oy, mana xato. Qani bu xatodan gol ursalar agar. Hoppa. Hop. Hop. Гулет. Красавчик. Все равно, молодец. Кюбер. Biz g'alaba qozondik. Ronaldo. O'yinni olib chiqib ketdi o'rtoqlar. Rahmat kattakon. 70 ming pul o'zimizga qoldi bu safar. Tinchtaym hammasini hal qildi. Shukr qilamiz. Kanalimizga tashlaymiz. Eng zo'r o'yinchi albatta Ronaldo bu yoqda. So'zsiz. Castells ham yaxshi turdi. Umuman, baribir Ronaldoga yetmaysan. Hayotda ham, kartada ham. Красавчик. Ferrer bu oyoqqa kam to'p tegdi ham, shuning uchun eng yomon o'yinchi bo'ldi bugungi o'yinimizda. Hammaga rahmat o'rtoqlar. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa like bosinglar, keyingi qismini kutib qolamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. 7-qismida ko'rishguncha o'rtoqlar, tez kunda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.